Assalomu alaykum hammaga, xayrli уже kech bo'lyapti. Yaxshimisizlar? Ahvolingiz joyida ammam. Короче, kayfiyatim zo'r o'tirdim. TikTokka kirdim, TikTok olaman deb. Ne ko'z bilan ko'rayki, kommentariyalarga ko'zim tushdi. Обязательно mani eng yomon odatim kommentariy o'qish. Kommentariyalarni o'qib chiqdim. Instagramga kirdim, mana bu video chiqib qoldi. Sizlar bilan mana shu rolim haqida ozgina gaplashmoqchiman. Nima deysizlar shunga? Bu serialdan keyin menga judayam ko'p odam hate yozdi. O'ta darajada ko'p odam meni yomon ko'rib qoldi. Bitta insonni roli orqali yomon ko'rish, undan nafratlanish, unga har xil qarg'ishlar yozish, uni so'kish qanchalik darajada to'g'ri. Men hayotda orqasini o'ylab keyin gapiradigan odamman. Faktim bo'lmasa, men nimadir keltirib bera olmasam, gapimga javob bera olmasam gapirmayman. To'g'ri, film ozgina o'xshashib ketadi, lekin bu degani umrida ko'rmagan, bilmagan odami haqida qanaqadir guvohlik berib yuborish kerak degani emas menimcha. Xo'p, serialdagi meni personajim haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman sizlarga. Bu Nozima opasini boshidan o'tgan narsalarni ko'rgan holatda u narsalar meni boshimda qaytarilmaydi. Men yaxshi bo'laman. Men u oilaga kelin bo'lib tushib o'zimni orzularimni amalga oshiraman. Men opamga o'xshab, og'zimdagi oshimni yedirib, o'zimga gap yedirib o'tirmayman. Men bilan unaqa bo'lmaydi. Men chidamayman birovni zug'umiga, nohaq urushlariga degan, o'zini granitsasini biladigan, o'zini chegarasini himoya qiladigan personaj. Bizni xalq orasida yoshi katta degani u har doim haq degani. Aslida unaqa emas. Qaynona degani postoyanno to'g'ri gapiradi degani emas. Nozima bu oilaga ularning oilasini buzib yuborish uchun kelmagan. Qaynonasi to'ydan oldin rostdan ham umuman boshqa odam edi. To'ydan keyin umuman boshqa odam bo'ldi. To'ydan oldin Nozima qo'ldan kelgancha yordam berdi. Iltimoslarni yerda qoldirmadi. Onasiga aytmasdan borib yordam berdi. Uni boshdan maqsadi bu bo'lmagan. Yaxshi ko'rib qolgan. U ham yuragi bilan, ham miyasi bilan birga ish qiladigan qizda. Bu yomon maqsadda, yomon niyatda, men faqat boyligi uchun deb tegani yo'q. Agar boyligi uchun deb teganda davnim ajrashib ketardi. Nafik menga sani onangni gapini ko'tarishdi. Eri uchun, mana bo'lajak farzandi uchun chidayapti oxirigacha. Ajrashib ketish niyati ham yo'q uni. Prosta u qiz o'zini chegaralarini himoya qila oladigan, o'zini xafa qildirmaydigan, o'ziga gap yedirmaydigan inson. Bu menimcha normal holat bo'lib qabul qilinishi kerak. Lekin bizda o'zini chegarasini himoya qila oladigan, yo'q deya oladigan, yoqmaydigan narsasini yoqmadi deb o'zini fikriga ega bo'lgan qizlar ayniqsa betga chopar, bezbet, betarbiya deb hisoblanadi. Bitta narsani aytaman, yosh kattalik, yosh ulug'lik har doim ham yosh kichkinalarni kamsitish, besabab urushish, sababsiz uni so'kish huquqini bermaydi va yosh katta degani, qaynona degani har doim ham u haq bo'ladi degani emas. Menimcha bu narsani o'sha normal holatda qabul qilsa bo'ladi. Shaxsiy chegara degan narsa bor, chidash kerak. Oila uchun chidash kerak hamma narsaga, lekin chidash kerak degani u boshqa odam tarafdan har doim 24/7 zug'umni ko'tarib yashash kerak degani emas menimcha. Yana bilmadim. Men bu rolim bilan yosh kelinlarga bemalol qaynonanglarga betga choparlik qilinglar, dangasalik qilinglar demoqchi emasman-da. Meni rolimda ham o'zini minus tomonlari bor. Men polностью uni oqlayotganim yo'q. Bor, lekin bunda o'ylab qaranglar, qaynonani oldingi keliniga bo'lgan munosabati va oldingi kelinining taqdirini bundoq analiz qilib ko'rsanglar, bu rolimdagi meni qaynonam men shu meni qilayotgan muomalamga arziydi. Qaytar dunyo deb qo'yibdi bu narsani. Hayotda ham bo'lgan bu narsani hayotdan olib ssenaristimiz yozganlar.
qanaqa pretenziyalar bo'lsa menga emas, kechir, so'nggi bor kechir serialini ijodkorlariga bildiringlar. Chunki men aktrisaman, men rol ijro etyapman va men yozmayman ssenariyni, men to'qimayman dialoglarni, meni qo'limda emas. Haliyam men ssenariyda yozilgandagi o'ynayotganim yo'q. Agar ssenariyda yozilgandagi o'ynaganimda edi, sizlar bilasizlar, meni ko'chada toshbo'ron qilargan bo'lardinglar. Men iloji boricha yumshoqroq qilib, yumshatib, dialoglarni o'zimga moslab, sal o'ynayapman. Shunday ham bilmadim. Bizni qo'limizda mana shunaqa sal yumshatib o'ynash bor, lekin ssenariyga polностью o'zgartirish, kiritish huquqiga ega emasmiz. O'shaning uchun iltimos qilib qolardim. Umringizda ko'rmagan odam haqida qanaqadir guvohlik berib yormanglar. Aktrisani rolini yomon ko'ringlar, o'zini emas. Bu menga ham sig'maydigan narsa-da. Nimaga bu istoriyani qo'yibman? Men nimaga bu gaplarni gapiryapman? Chunki meni o'zimni boshqa video rasmlarimni tagida ham yozishyapti. Ovqat qilish o'rgansang bo'lmaydimi? Kir yuvishni o'rgansang bo'lmaydimi? Ish qilishni o'rgansang bo'lmaydimi? Sizlar qatdan bilasizlar men ovqat qilishni bilamanmi yo'qmi hayotda? Sizlar qatdan bilasizlar men uy yig'ishtirishni bilamanmi yo'q? Men prislugam yo'q edi, o'zim qilaman. Men qishloqda o'choqda ovqat qilib, qo'y boqib, qo'lda kir yuvib katta bo'lgan qizman. Kelinglar, men sizlarga bir osh qilib beray, kelinglar, men sizlarga bir xonim qilib beray. Qo'limdan bemalol keladi. Ovqat qilib yeyman o'zim. Kim qilib beradi menga-da? Dastavka qilishim mumkin vaqtim bo'lmaganda, charchagan paytda, men boshqa payt men o'zim qilaman. Yo, mana shu narsalarni qanaqa qilib odam aktrisani rolida o'shanaqa bo'lsa, hayotda ham xuddi shunaqa deb o'ylash uchun bilmadim, odamda qanchalik miya kichkina bo'lish kerak. Unaqa emas odamlar. Men o'zimni oqlamoqchi emasman. Menga o'zi farqi ham yo'q odamlar men haqimda nima deb o'ylashi, lekin bunaqa kommentariyalar juda ham ko'payib ketdi va juda ham ko'p qarg'ashyapti meni. O'shaning uchun iltimos, qarg'ish egasini topmasa, qarg'agan odamga uradi. O'shaning uchun ham men sizlarni o'ylagan holatda bu istoriyalarni olib chiqaman. Odamlar aktrisani roli boshqa, aktrisaning shaxsiy hayoti boshqa, roldagi odam boshqa, hayotdagi odam boshqa. O'sha narsani iltimos qilaman, ajratib olinglar. Rolda yomon degani, rolda buzuq degani, xudoga shukr, men unaqa buzuq rollarni o'ynamayman. Buzuq degani masalan, hayotda ham o'shanaqa degani emas. Prosta shu narsani tushunishinglar uchun bu istoriyalarni aytibman, bu gaplarni aytibman sizlarga. Даже Instagramda men 20% hayotimni qo'yaman xolos, 100% ochiq oydin qo'ymayman hech narsani. O'shaning uchun ham har doim ko'rgan narsalarga ishonavermanglar.